Bedavo dardga chalingan taniqli aktrisa Yulduz Rajabova hozir necha yoshda? Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Taniqli aktrisa Yulduz Rajabova 23-dekabr kuni 36 yoshni qarshiladi. Shu munosabat bilan quyida uning qiyin o'tgan bolalik yillari, san'atga kirib kelishi hamda shu paytgacha erishgan muvaffaqiyatlari haqida so'z yuritiladi. Yulduz Rajabova 1989-yilning 23-dekabrida Navoiy shahrida tug'ilgan. Onasi uy bekasi, otasi esa jurnalist bo'lib, aktrisaning bir akasi bor. Yulduz bolaligida san'atga qiziqishi bois Navoiy shahridagi Farhod nomli madaniyat saroyidagi raqs to'garagiga qatnashgan. O'rta maktabni tamomlagach, tarjimon bo'lish niyatida chet tillarini o'rganishni boshlagan. Bolalikdan raqs san'atiga qiziqqanman, ammo tarjimon bo'lish xohishi ustunlik qilgan. Ingliz tilini o'rganishga jiddiy kirishganman, ammo 2 yil Jahon tillari universitetiga hujjat topshirib kira olmaganman. 3-yil O'zbekiston davlat san'at va madaniyat universitetiga hujjat topshirish fikri tug'ilgan. Albatta qarshiliklar bo'lgan, ammo onam hamisha qo'llab-quvvatlab imtihonlarga o'zi olib kelgan. Har qanday inson qo'llab-quvvatlaydigan odamga muhtojlik sezadi. Biror ishni qilishda ikkilanib tursangiz, o'sha insonning ishonchi katta kuch beradi. Aktrisa bo'lishimga onamning ishonchi yuqori bo'lgan. Hozir ingliz tilini bilaman va o'rganishda davom etyapman, deydi aktrisa. Yulduz Rajabova o'zbek tilidan tashqari rus, turk, ingliz tillarida ham erkin so'zlasha oladi. Yulduz Rajabovaning yaxshi qo'shiq ayta olishini ko'pchilik muxlislari biladi. Aktrisa bundan bir necha yil avval Maksim Fedeyevning Oynalardagi raqslar qo'shig'ini ijro etib, Instagramdagi sahifasiga joylashtirgan hamda muxlislarining tahsiniga sazovor bo'lgan edi. Xonanda intervyularidan birida rep kuylashga qiziqishini aytib o'tgan. Rep yo'nalishdagi qo'shiqni aytishga qiziqaman. Bolalikdan qo'shiqchilikka ishtiyoqim baland bo'lgan, lekin aynan sof rep yo'nalishda qo'shiq aytishni orzu qilaman, deganda aktrisa. Yulduz intervyularidan birida bir necha yildan buyon bosh og'rig'idan aziyat chekishi haqida gapirgan. Juda ko'p yillardan beri meni bosh og'rig'i qiynab keladi. Bu migren bilan bog'liq. Aynan shu kasalligi bor insonlar meni yaxshi tushunadi. Bu bosh og'riq bilan hech narsa qila olmaysiz. Ba'zida shunday og'riydi, hech qanday dori yordam bermaydi. Migrenni davolash qiyin. Men bir nechta shifokorlar bilan maslahatlashib, bu tuzaladigan kasallik emas degan fikrga keldim. Og'riqni qandaydir usullar bilan kamaytirish yoki har 6 oyda ukolini olish mumkin. Hozirda shulardan foydalanyapman, deydi aktrisa. Yulduz Rajabova Mendirman Jaloliddin serialini suratga olish jarayonlarida turk aktyori Emre Kivilcin bilan tanishdi. Emre serialda Jaloliddinni Yulduz va Jaloliddinning sevgilisi Qutlibekani ijro etdi. Bora-bora aktyorlarning ekrandagi sevgisi hayotga ham ko'chdi. Yulduz va Emrening bir-biriga befarq emasligi Mendirman Jaloliddinning Toshkentdagi taqdimotida sezildi. Oradan biroz vaqt o'tgach, Emre Instagram sahifasi orqali Yulduzni tug'ilgan kuni bilan tabrikladi hamda tug'ilgan kuning bilan sevgilim deb yozib qoldirgan. Shundan so'ng Yulduz va Emre o'rtasidagi munosabat muxlislarga oshkor bo'ldi. Ular bir necha bor chet el sayohatlarida ham birgalikda ko'rinish bergan edi. Oradan 2 yil o'tib Emre Kivilcin Vido maktubi deb nomlangan serialda suratga tushdi. Shundan so'ng Emrening serialdagi partnyori Robiya Soyturkka ko'ngil qo'ygani haqida mishmishlar tarqaldi. Biroq Emre intervyularidan birida Yulduzga bo'lgan hislari haqiqiy ekanini ta'kidlagan edi. Yulduz bilan hali ham gaplashamiz, ko'rishib turamiz. Munosabatlarimiz hammasi yaxshi, sevgimiz bitmas. U mozorga qadar. Yulduzni hali ham yuragimdan sevaman, degan Emre. 2025-yilning sentyabrida Emre Yulduzga turmush qurish taklifini berdi.